Hozir 2026-yil. Ko'pchilik 14 Pro Max telefonini olishda hozirgacha o'ylaydi. Savol: bu telefon shunchaki zo'rmi yoki 17 telefoni chiqqandan keyin uje eskirib bo'ldimi? Hozir sizlar bilan shu savolga birgalikda javob topamiz. Buning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. 14 Pro Max'ni olish kerakmi yoki yo'q? iPhone 14 Pro Max bu telefon o'z davrida eng top flagmanlardan bo'lgan 607 dyumli 120 Hz ekran, A16 protsessori, kuchli kamera. Lekin hozir 2026-yil boshqa modellarga qaraganda bu telefon qanchalik dolzarb? Hozirgacha 14 Pro Max telefonni ishlatganlar juda ham yaxshi biladi. Ishlash tezligi juda ham tez, qotish deyarli bo'lmaydi. PUBG hamda Call of Duty o'yinlarini bemalol o'ynay olasiz. Ko'pchilik yangi iPhone xarid etadi, lekin 100% imkoniyatlardan foydalanishni bilmaydi. Batareyasi 50 gacha kuchli. Normal foydalanuvchi uchun bir kunga bemalol yetib beradi, lekin yangi model telefonlarga qaraganda biroz pastroq bo'ladi. Bu narsa telefonni xarid etishingizga to'sqinlik eta olmaydi. Hozirgi kunda 14 Pro Max'ning bahosi ancha tushgan. Agar sizga shu telefonning narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, Apple Plus'ga obuna bo'lib qo'ying. Shu telefonimizning bahosi hamda boshqa turdagi iPhone modellarining baholari istoriyada qo'yib boriladi.